Agar imtihoningiz yaqinlashib qolgan bo'lsa, albatta bu duolarni yodlab oling. Aniq foydali bo'ladi inshaalloh. Birinchisi, Robbi zidni ilma. Ey Alloh, ilmimni ziyoda qilgin. Ikkinchisi, Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahla va anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, ey Alloh, faqat sen oson qilgan narsagina oson bo'lur va agar sen istasang, qiyinchilikni ham oson qilguvchisan. Lekin eng e'tibor berishingiz kerak bo'lgan nuqta shundaki, siz faqat duoga cheklanmagan holda sabablarni ham ushlab, imtihonga yaxshi tayyorgarlik ko'ring. Shunda bu ikkisi jamlansa, albatta imtihondan yaxshi natija olasiz. Va ayniqsa kechaning oxirgi 3dan 1 qismida duo qiling. Siz qilgan duolaringiz go'yoki nishonga aniq boradigan o'qqa o'xshab ijobat bo'ladi inshaalloh. Bu videoni imtihonga tayyorgarlik ko'rayotgan tanishinglarga yuborib qo'yinglar. Foydali bo'ladi degan umiddaman.